Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Koreys tilidan berib borilayotgan onlayn darsimizning navbatdagi soniga ham yetib keldik. Bugun 5-dars. Biz bugun sizlar bilan to'liq faqat sonlar, raqamlar, umuman mana shu sonlar bilan bog'liq bo'lgan barcha mavzularda demak fikr yuritamiz. Bugungi mavzu o'ta demak muhim hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda siz yodlashingiz mumkin bo'lgan narsalar juda ham bisyor. Bitta narsani eslatib o'tmoqchiman, hurmatli o'quvchi, har bitta yangi darsni ko'rishdan avval siz albatta demak undan oldingi ko'rib o'tgan darsingizdagi barcha berilgan vazifalarni bajarib, u yerdagi barcha grammatik qonun qoidalarini, yangi so'zlarni yodlab olsangiz maqsadga muvofiq, chunki har bitta dars bevosita bir-biri bilan bog'liq. Chunki bir mavzuda tushuntirilgan narsa ikkinchi darsda albatta foydalaniladi. Shu sababdan bu yerda yangi darsni ko'rishdan avval u yerdagi tushunchalarni to'liq tushunib olishingiz uchun siz demak navbatdagi barcha ko'rib o'tilgan darslarning qonun qoidalarini yaxshi o'zlashtirgan bo'lishingiz kerak. Demak, vaqtni ko'p cho'zmaymiz, darsning mazmuniga o'tamiz. Dastlab siz bilan koreys hamda xitoy talaffuzidagi raqamlar bilan tanishib o'tamiz. Koreys tilida umuman demak sonlar ikki guruhga bo'linadi. Bu birinchi guruhdagilar koreys talaffuzidagi raqamlar bo'lsa, ikkinchi guruh bu xitoy talaffuzidagi raqamlardir. Koreys talaffuzidagi raqamlar bu 1 dan to 100 gacha mavjud bo'lib, ular demak quyidagi holatlarda ishlatiladi. Ya'ni birinchisi bu insonning yoshi aytilganda, ya'ni siz biror bir insondan yoshini so'rashsangiz yoki o'zingizning yoshingizni kimgadir aytmoqchi bo'lsangiz, o'zingizning yoshingizni albatta koreys raqamlardan foydalanib aytishingiz lozim bo'ladi. Ikkinchi holat bu narsa buyumlar sanog'i. Ya'ni siz demak turmushda, hayotda juda ko'p narsalarning sanog'ini demak sanashga to'g'ri keladi. Mana shu holatda har bitta demak predmetlarning nechta dona ekanligini sanayotgan paytingizda sanog'ini koreys raqamlaridan foydalanib aytishingiz zarur. Va uchinchi holat bu albatta soatlar, ya'ni siz vaqtni aytayotgan paytingizda koreys raqamlaridan foydalanasiz. Demak, ikkinchi guruh bu xitoy talaffuzidagi raqamlari bo'lib, ular 1 dan to cheksizlikkacha davom etadi, ya'ni istalgan miqdordagi katta sonni siz xitoy talaffuzidagi raqamlarda bemalol aytishingiz mumkin. Yuqoridagi 3 holatdan tashqari qolgan barcha holatlarda faqat xitoy raqamlaridan foydalanadi. Masalan, sanalar, pullar miqdorlari, qavatlar yoki oy nomlari, o'lchov birliklari va boshqa mavzularda bemalol foydalanishingiz mumkin. Umuman olganda, deyarli 70-80% holatda koreys tilida muloqotda asosan xitoy raqamlaridan foydalanishadi. Davom etamiz. Ana endi keling koreys raqamlarining nomlanishiga bevosita o'tamiz. Demak, koreys raqamlari o'zi 1 dan to 100 gacha ekan. Mana shu to'liq sonlar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. 0, 0, 1, hana, 2, tul, 3, set, 4, net, 5, tasot, 6, yosot, 7, ilgop, 8, yodol, 9, ahob, 10, yo'l. Demak, ko'rib turganingizdek, har bitta nomlar raqamlar o'ziga yarasha, ayrimlari 1 bo'g'in, ayrimlari 2 bo'g'indan iborat. Demak, sonlarni o'rganishda davom etamiz. Ana endi 2 xonalik sonlarga o'tamiz. Demak, 20, simul, sorin, ma'ın, şwin, yesun, irin, yodin, ağın, pek.
Mana qadrli o'quvchi, demak 1 dan to 100 gacha bo'lgan barcha sonlarni bilib oldingiz. Dastlab demak mana shu darsning shu joydan davom ettirish uchun siz avvalambor shu sonlarni yodlab olishingiz kerak bo'ladi. Ana endi mana shu sonlarni amalda qanday qo'llash va bu sonlarni bir-biriga qo'shib talaffuz qilishda demak qanday qonun qoidalar borligini yaqindan tanishtirib o'taman. Agar siz demak 11 sonni aytmoqchi bo'lsangiz, 10 soniga demak 1 sonni qo'shish oqibatida bu matematik jihatdan 10 ga 1 ni qo'shsa 11 hosil bo'ladi va mana shu sonni aytishda ham xuddi shunday. Birinchi 10 soni aytiladi va so'ngra 1, ya'ni yo'lxona, yo'lxona. 12 yo'ltul, yo'ltul. 25. Demak, biz o'zbek tilida mana shu sonni qanday talaffuz qilsak, koreys tilida ham xuddi shunday 25. Demak, dastlab 20 soni aytiladi, so'ngra 5. Simultasot, simultasot. 48. Ma'un yodol. Ma'un bu 40, yodol 8. Demak, ma'un yodol. Ushbu javobga e'tibor bering. 아저씨, 사과 있어요? amaki, olma bormi? 네, 있어요. Ha, bor. 사과 하나 주세요. ya'ni olmadan bitta bering, bir dona olma bering. 여기 있어요. Mana marhamat oling. Ushbu yerda demak har bitta predmetning sanog'idan nechta dona kerak va nechta berishligini lozimligini tushuntirayotgan vaqtingizda demak sonlarning to'liq qiymatini aytsangiz kifoya, ya'ni nechta donasini aytmoqchi bo'lsangiz shu har bitta buyumlar, predmetlar sanalganda demak boya yuqorida ta'kidlab o'tdim, koreys raqamlaridan foydalanadi. Shu sababli bu yerda sagwa hana chuseyo, ya'ni bitta dona olma bering degan iltimos bo'lyapti. Navbatda demak inson yoshini aytishni o'rganamiz. Myossal, myossal, necha yosh? Demak navbatdagi rasmga e'tibor bering. Biz yuqorida ta'kidlab o'tdik, demak insonning yoshi ham demak koreys talaffuzdagi raqamlardan foydalanib aytiladi. Masalan, siz agar yoshingiz nechida deb so'ramoqchi bo'lsangiz, shunchaki myossaliyeyo degan iborani ishlatsangiz bas. Myossaliyeyo. 저는 12살이에요. 저는 12살이에요. Men 12 yoshdaman. Demak, dastlab men so'zi, so'ngra demak koreys raqamidagi yoshning miqdori va undan so'ng sal so'zi ishlatilishi kerak. Sal bu yosh degani. Lekin bir narsaga e'tibor bering, mana shu yerda tu so'zi negadir tul emas, balki tu ko'rinishda kelmoqda. Buning sababi koreys tilida 5 ta raqam mavjud. Mana shu raqamlar demak hayotda qisqartma variantlarda ishlatilishi kerak. Demak, dastlab xana. Xana bu 1, ammo biz uni hayotda xana emas, balki xan ko'rinishini ishlatishimiz kerak. Xan. 2 tu. 3 se. 4 ne. 20 simu. Demak, bu yerda 20 soni faqatgina 20 sonning o'zi kelgandagina ishlatiladi. Masalan, siz agar mening yoshim 22 da demoqchi bo'lsangiz, u holatda demak qisqartma variant emas, balki to'liq variantdan foydalanasiz. Masalan, 22 simul tu. Simul tu. Agar siz mening yoshim shunchaki 20 da yoki 20 ta nechtadir mahsulotdan aytmoqchi bo'lsangiz, unda faqat simu ko'rinishdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Boshqa sonlarda umuman qisqartmalar mavjud emas. Shuni e'tiborga olib qo'ying. Endi demak siz bilan Xitoy raqamlari haqida gaplashamiz. Demak biz ta'kidlab o'tdikki, Xitoy raqamlari 1 dan to cheksizlikkacha, ya'ni istalgan katta bir qiymatdagi sonni faqatgina Xitoy talaffuzidagi raqamlardan foydalanib aytishingiz mumkin. Demak, raqamlar bilan tanishamiz. Kong, kong, il, i, sam, sa, o, yuk,
chil, chil, pal, pal, ku, ku, ship, ship. Demak, ushbu raqamlar 0 dan 1 dan to 10 gacha demak aytildi. Ko'rib turganingizdek, koreys talaffuzidagi raqamlarga qaraganda anchayin demak soddaroq, bor yo'g'i bitta bug'dan iborat hamda demak 10-15 daqiqa ajratsangiz bemalol siz 1 dan 10 gacha bo'lgan Xitoy talaffuzidagi raqamlarni osongina yodlab olishingiz mumkin. Ana endi bevosita ikki xonali sonlarga o'tamiz. E-ship, E-ship, Samship, Samship, Saship, Saship, O-ship, O-ship, Yukship, Yukship, Chilship, Chilship, Palship, Palship, Kuship, Kuship, Pek, Pek. Demak, 20 dan to 100 gacha bo'lgan sonlarning aytilishini ham o'rganib oldik. E'tibor bergan bo'lsangiz, har bitta songa ship so'zi qo'shilib talaffuz qilinyapti. Ship bu 10 degani. Masalan, siz demak 30 sonni aytishingiz uchun bor yo'g'i 3 raqami va 10 demak raqamini talaffuzdagi ko'rinishini aytsangiz kifoya. Sababi bu matematikadan ma'lum, demak 3 ta 10 raqamini ko'paytmasi bu 30 ni beradi. Shuning uchun bu yerda lug'aviy ma'nosi 3 ta 10 degani yoki 5 ta 10, o ship, 9 ta 10, ku ship va hokazo. 100 bu demak koreys talaffuzidagi raqamlar bilan deyarli bir xil nomlanadi. Ham demak pek bu koreychada ham, Xitoy talaffuzidagi raqamlarda ham bir xil jaranglar ekan. Pek. Xo'sh, demak sonlarni qo'shni ko'rib o'tamiz. Bu xuddi koreys talaffuzidagi raqamlar bilan aynan bir xil holatda demak aytiladi. Demak, shibil bu 11 degani, ya'ni 10 va 1 sonlarining uyg'unligi 11 ni beradi. Ship il, shibil, shibi, ship yuk. Mana shu son yozilishiga e'tibor bering. Yozilishda biz ship hamda yuk so'zlaridan foydalanganmiz, ya'ni 10 va 6, 16. Ammo biz uni talaffuzda shimnyuk deb o'qishimiz kerak. Shimnyuk. Ishibo, ishibo. Sashipal, sashipal. Pegil, pegil. E'tibor bering, bu yerda 101 raqami aytilib o'tilyapti. Lekin koreys tilida mana shu 100 soni hech qachon masalan ilbek deb talaffuz qilinmaydi. 1 soni umuman deyarli talaffuz qilinmaydi. Shuning uchun shunchaki pek, pegil, 101. Ibek. Agar siz 200 demoqchi bo'lsangiz, 2 hamda 100 ning ko'paytuvi bu 200 ni beradi. Shuning uchun 2 ta 100, ibek. 980 soni. Dastlab siz har bitta xonani alohida aytishingiz kerak. Masalan, 980. Demak, 9 bu ku, 100 pek. Kubek bu 900 ni beradi. Hamda 80 soni palship. Kubek palship. Ming. Demak, ming bu chon degani. 3000 samchon, ya'ni 3 ta ming samchon. 7850. Dastlab 7000 chilchon, 800 palbek hamda 50 oship. Chilchon, palbek, oship. 10,000 koreys tilida man deb nomlanadi. 100,000 shimman. 1 million pengman. 10 million chonman. 100 million ok. Hozircha mana shu katta qiymat sizga yetarli deb o'ylayman. Keyingi darslarimizda biz demak milliardlar yoki undan katta sonlarni ham albatta tanishtirib o'tamiz. Ana endi katta sonlarni sanash, koreys tilida 10,000 dan baland bo'lgan sonlarni aytish biroz murakkablik tug'diradi. O'rganishingiz lozim bo'lgan birozgina farqli tomonlari bor. Ya'ni biz o'zbek tilida katta sonlarni qanday aytsak, Xitoy talaffuzidagi raqamlarda unday emas, biroz boshqacharoq, ya'ni koreys tilida boshqacharoq talaffuz qilinadi. Masalan, 97300. Albatta bu matematik nuqtai nazardan 90,000 ga o'sha 7000 hamda 300 sonlarning qo'shilishidan iborat. Koreys tilida ushbu so'z kuship sambek deb atalishi haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, biroz xato qilasiz.
To'g'ri, biz masalan o'zbek tilida demak 97300 deymiz. Ko'pchilik o'ylaydi, dastlab 97 ni aytamiz, so'ngra 300 ni. Xuddiki mana shu holatga o'xshab kushib, ya'ni 90 sam o'sha 3 ni beradi, kushib sambek. Ammo bu unday emas. Keling to'g'ri variantga o'tamiz. 97300 bu demak 90000, 7000 hamda 300 so'zlarining birlashuvi, ya'ni matematik nuqtai nazardan mana shu 3 ta katta sonni yig'indisi 97300 ni beradi. Koreys tilida ushbu sonni to'g'ri talaffuz qilish uchun mana shu matematikadan foydalanishingizga to'g'ri keladi. Dastlab 90000 ni aytasiz, so'ngra 7000 ni va oxirida 300. Ya'ni mana bu o'sha koreys tilida sonning oxiridan boshlab, ya'ni o'ng tomon oxiridan boshlab siz 4 ta raqamni sanashingizga to'g'ri keladi. Mana shu 4 ta raqamdan so'ng qisqa bir virgulni yoki nuqtani qandaydir bir belgini qo'yib olsangiz, koreys tilida mana shu so'zni sonni to'g'ri talaffuz qilishga qiynalmaysiz. Qanday qilib? Masalan, aytaylik biz demak mana shu 97300 sonida belgi qo'yib oldik. Ya'ni 9 va 7 sonning o'rtasiga qizil rangdagi belgini qo'ydik. Bu nima uchun kerak? Katta sonlarni sanayotgan vaqtingizda, demak mana shu belgidan chap tomondagi sonlarni alohida sanaysiz. Virgulning o'ng tomonida turgan sonlarni yana alohida sanashga to'g'ri keladi. E'tibor bering, bu yerda o'sha belgi nima uchun qo'yilyapti? Belgi bu man so'zini bildiradi. Demak, man so'zi bu 10000 degani. Masalan, bu yerda virgulning chap tomonida faqat 9 soni turibdi. 9 bu ku degani, ya'ni ku man. Agar 9 dan so'ng o'sha virgulning man ekanligini bilib talaffuz qilsak, demak ku man bu 90000 ni bildiradi. Undan so'ng chilchon, ya'ni virgulning o'ng tomonida faqat 7300 turibdi. Dastlab biz 7000 ni aytib olamiz. Chilchon hamda 300 soni yana alohida sambek. Demak 97300 soni kuman, chilchon, sambek deb talaffuz qilinadi. Yana bir misolni ko'ramiz. Masalan 521400. Sizningcha belgini qayerga qo'yishimiz kerak? Albatta 2 bilan 1 ning orasiga. Sababi biz orqadan boshlab 4 ta son sanagan vaqtimizda 1400 kelib chiqyapti va mana shu 1 dan so'ng belgini qo'ysak, 2 va 1 ning oralig'iga mana shu belgini qo'yamiz. Demak, mana shu joyda 52 sonidan so'ng man so'zi ishlatilishi kerak. Demak, oshib iman. Oshib iman. Oshibi bu 52 ni beradi. Ya'ni 52 ko'paytirilgan 10000 bu 520000 ni tashkil etadi. Demak, biz 520000 ni alohida aytib oldik. Undan so'ng virgulning o'ng tomonidagi sonlarni aytishga o'tamiz. Demak, 1400. Chon sabek. Chon sabek. Ko'rib turganingizdek, bu yerda biz hech qachon bir sonni talaffuz qilmaymiz. Chon deyish bu xato. Shunchaki chon desangiz 1000 degan bo'lasiz. Chon sabek. Sabek bu 400. Demak, oshib iman chon sabek 521400. Yoki biroz yana ham kattaroq sonni aytishga harakat qilib ko'ramiz. 2450900. Demak, bu yerda belgi 5 va 0 sonning o'rtasiga tushar ekan. Demak, mana shu joyda biz man so'zini talaffuz qilishimiz kerak. Virgulning chap tomonida bizda 245 soni turibdi. Demak, uni alohida aytib olamiz. Ibek sashib o. Ibek sashib o. Bu 245 ni bildiradi. Ana undan so'ng biz o'sha belgini bildiruvchi man so'zini ishlatamiz va so'ngra virgulning o'ng tomonidagi 900 sonni aytsak kifoya. 0 bu yerda umuman talaffuz qilinmaydi. Kubek. Kubek. Demak, 2450900 ibek sashib o man kubek deb talaffuz qilinadi. Ibek sashib o man kubek. O'ylaymanki, sizda raqamlarni aytishda hech qanday bir qiyinchilik bo'lmadi. Mana shu aytilgan kichkinagina bir sekret, ya'ni mana shu belgini qayerga qo'yishni aniq doim eslab qolsangiz, demak siz katta sonlarni aytishda hech qachon qiynalmaysiz. Bu yerda hech koreys tilida million soni, demak ko'pchilik tillarga o'xshab million deb talaffuz qilinmaydi. Shunchaki pengman desangiz million degan bo'lasiz. Masalan, million dollar, pengman pul, pengman tallo va hokazo.
yoki masalan siz $1000 demoqchi bo'lsangiz, chonbul desangiz kifoya. Chonbul. Bul bu demak dollarni, demak koreys tilidagi atamasi. Chonbul $1000. Xo'sh, keling endi vaqt haqida gaplashsak. Demak, shigan bu vaqt so'zi demakdir. Koreys tilida soatlarni aytishda birozgina demak chalkashliklar mavjud. Qanday chalkashliklar? Hozir tushuntirib o'taman. Demak, siz soat milini aytmoqchi bo'lsangiz shi, daqiqa milini aytmoqchi bo'lsangiz pun va soniya sekundni aytmoqchi bo'lsangiz cho so'zlardan foydalanishingiz kerak. Nima uchun shunday? Masalan, o'zbek tilida ham biz soat 10 dan 20 daqiqa o'tdi deb aytamiz masalanda, rasmiy tilda. Albatta ko'cha-ko'yda biz 10 20 deymiz, ammo axborot yoki boshqa bir publikatsion maqolalarda soat 10 dan 25 daqiqa o'tdi deb aytiladi. Xuddi shunday bu yerda soat va daqiqa so'zlari kerak bo'lyapti. Koreys tilida ham xuddi shunday shi va pun so'zlaridan foydalanishimiz kerak. Demak, agar siz soat milini aytmoqchi bo'lsangiz, bu yerda koreys talaffuzidagi raqamlardan foydalanasiz. Daqiqani esa Xitoy talaffuzidagi raqamlardan foydalanishingizga to'g'ri keladi. Ha, shunday ajablanmang. Bu yerda sizga ham koreys, ham Xitoy talaffuzidagi raqamlar birday kerak bo'lar ekan. Bu yerda savol berishingiz mumkin. Soatni, demak, vaqtni faqat koreys yoki Xitoy raqamlaridan foydalanib aytsak bo'lmaydimi? Yo'q, afsuski buning iloji yo'q. Siz dastlab mana shu ikki xil ko'rinishdagi sanoqni yodlab olasiz, so'ngra soatni aytishda hech qachon qiynalmaysiz. Ushbu rasmga e'tibor bering. Demak, mana shu soat ikki qismga bo'linyapti, hamda kun va tun. Bu nimani bildiradi? Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ingliz tilida yoki mobil telefoningizda yoki boshqa bir joylarda soatlarni yozilgan vaqtda AM hamda PM so'zlariga ko'p ko'zingiz tushgan bo'lishi kerak. Ushbu so'zlar koreys tilida ham mavjud, ya'ni kunduzgi va tushdan keyingi yoki boshqacha qilib aytganda ertalabki hamda obeddan keyingi vaqt. Demak, siz soatlarni aytayotgan vaqtingizda agar o'sha vaqt, demak, soat 12 gacha tush paytigacha bo'lgan bo'lsa, demak, ojon, agar tushdan keyingi vaqt nazarda tutilayotgan bo'lsa, ohu so'zlardan foydalanishingiz kerak. Ya'ni siz soatni aytishdan avval, demak, soatlardan oldin mana shu ikki iborani ishlatishingiz kerak, yoki ojon yoki ohu. Xo'sh, nima uchun kerak? Masalan, aytaylik, koreyslar hech qachon, demak, soatni aytayotganda 16, 18, 20, 22, 24 kabi sonlardan umuman foydalanishmaydi. Faqatgina 12 raqamli tizimdan foydalanishadi. Ya'ni tushki vaqtdagi 12 dan so'ng 13 keladi. Bu tabiiy, ammo koreyslar mana shu 13 ni ham 1 deb aytishadi. Ammo biz masalan suhbatda uning tungi birmi yoki kunduzgi birmi farqlash uchun mana shu ikki so'z kerak bo'ladi. Yaxshisi, mana bu keyingi, demak, hozirgi holatimizda biz soatlarni to'liq tushuntirib o'tganmiz. Mana shu video orqali, demak, davomini yaxshilab ko'rsangiz, nima uchun bunday ekanligiga aniq, demak, ishonch hosil qilasiz. Mana shu soatni aytib ko'ramiz. Demak, bu yerda soat millari 7 yu 10 ni ko'rsatyapti. Demak, 7 soni koreys raqamida ilgop bo'ladi. 10 daqiqasi esa Xitoy tizimidagi, demak, sonlarda ship deyiladi. Ko'ryapsizki, ilgop shipun ikki xil tizimdan ham foydalanyapmiz. 10:25 yo'l shi, ishipun. Yo'l bu koreychada 10, iship o esa xitoychada 25, ya'ni ikki xil tizimdan birdek foydalanyapmiz. Yo'l shi, ishipun. Yoranshi, samshipun. Yoran bu yo'lhan. Demak, yozilishda yo'lhan yozamiz, ammo talaffuzda yoran deb talaffuz qilishimiz kerak. Chunki o'sha alfabetdan sizga ma'lumki R harfidan keyingi keladigan H harfi talaffuzdan tushib qoldiriladi. Shuning uchun ham men 11 sonni yoran deb aytyapman. Yoranshi, samshipun. Soat 2:50.
Tasavvur qiling, mana shu 250 tungi emas, balki abitdan keyingi vaqt. Baribir biz bu yerda 14 deb aytishimizga hojat yo'q, chunki bizda ohu so'zi bor. Ohu bu abitdan so'ng degani, bu yaqqol ko'rinib turibdi. Shuning uchun mana shu vaqtni aytayotganda koreyslar ohu tushi oshi pun deb aytadi. Ohu tushi oshi pun. Ya'ni tushdan keyingi 250. Yoki ohu neshi pan. 30 daqiqani siz demak 30 sondan foydalanib ham aytishingiz mumkin yoki shunchaki pan so'zdan foydalansangiz ham bo'ladi. Ya'ni pan bu yarim demakdir. Ohu neshi pan. Pan so'zini ishlatganingizda pun so'ziga hojat yo'q. Ya'ni masalan bir xilgilar ohu neshi pan pun deb aytadi. Bu xato. Yarim so'zi turgan holatda pun so'ziga hojat yo'q. Yoki biz ko'pincha o'sha soatlanadigan vaqtimizda takam so'zdan ham foydalanamiz. Masalan, ushbu soatda 15 takam 12 bo'lsa, masalan 10:45 ni ko'rsatyapti, 15 takam 12, to'g'rimi? Xalq tilida shunday aytamiz. Koreys tilida ham ushbu narsaning iloji bor, ya'ni 15 takam 12. Dastlab 12 sonni aytamiz. Yo'l tushi, so'ngra demak 60 soniya bo'lishiga 15 daqiqa yetmayapti. Shuning uchun shibo pun jon. Jon so'zi bu yerda takam ma'nosini beradi. Demak, 15 takam 12, yo'l tushi shibo pun jon. Darsimizda davom etamiz. Keling dastlab ushbu dialogni, ya'ni vaqt bilan bog'liq bo'lgan dialogni diqqat bilan eshitsak. 현주 씨, 몇 시에 퇴근해요? 7시쯤 퇴근해요. 오늘 저녁에 시간 있어요? 네, 있어요. 저녁에 영화관에 가요. 영화가 몇 시에 시작해요? 8시 15분에 시작해요. 그럼 8시에 만나요. Demak, bu yerda ba'zi bir so'zlar sizga yangi bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bu yerda har bitta dialogning tarjimasini aniq keltiryapmiz va mana bu qizil rangdagi qo'shimchalarga e'tibor bering. Ya'ni tovushini beruvchi diftongi nima uchun kerak? Har bitta koreys tilida vaqtni aytganingizdan so'ng mana shu qo'shimchasini qo'shishingiz shart bo'ladi. Ya'ni biz vaqtni aytganda aytaylik soat nechida deb da qo'shimchasini ishlatamiz va soat 2da desak javobda ham mana shu da qo'shimchasini ishlatyapmiz. Ushbu tarjima demak koreys tilida mana shu qo'shimchasiga to'g'ri keladi. 현주 씨, 몇 시에 퇴근해요? 몇 시 bu soat nechi degani. Demak soat nechida demoqchi bo'lsak, shi so'zdan so'ng demak qo'shimchasini qo'shsangiz to'g'ri yo'l tutgan bo'lasiz va javobda ham xuddi shunday. Masalan, aytaylik 8시 15분에. Agar sizda soatda daqiqa bo'lsa, pun so'zdan so'ng ni ishlatasiz. Agar u yerda daqiqa emas, faqat soatning o'zi bo'lsa, soatdan so'ng, ya'ni shi so'zdan so'ng qo'shimchasini qo'shib talaffuz qilishingiz kerak. Demak, bu yerda chim so'zi mana bu ikkinchi gapdagi ilgopshichim degan ibora ishlatyapti. Chim bu koreys tilida soatlarga doim qo'shib ishlatiladi. Agar siz soatni taxminiy qilib aytayotgan bo'lsangiz, masalan aytaylik, biz o'zbek tilida aytamiz taxminan 7larda, taxminan 5larda, taxminan 12larda va hokazo. Mana shu taxminiy aytilayotgan vaqtda, demak vaqtdan so'ng mana shu tim so'zini qo'ysangiz aynan shu ma'noga to'g'ri keladi. Ilgopshichim, taxminan soat 7. Demak, bu yerda har bitta iboraning tarjimasi keltirilyapti. O'ylaymanki, bu yerda hech qanday bir qiyinchilik yo'q, qaysi bir so'z qanday ma'noni bildirayotganligi. Demak, navbatdagi mavzuga o'tamiz. Ba'zi bir koreys sonatlarini aytayotgan vaqtimizda biz ohu hamda ojon so'zlardan tashqari yana ham aniqlashtirilgan so'zlardan foydalanishimiz mumkin. Masalan, bu ertalab, kechqurun, tush payti, tungi, tongi va hokazo. Demak, achim bu koreys tilida ertalab degani. Achim. Chomshim bu tushki, ya'ni obed degani. Chonyok bu kechqurun hamda pam bu tun. Masalan, achim ilgopshiye. Achim ilgopshiye.
Bu yerda siz ojon ilgopshiye desangiz ham bo'ladi, lekin biz yana ham aniq qilib aynan ertalabki tongi soat 7 ni aytayotganligimiz uchun bu yerda achim so'zini soatdan oldin ishlatdik. Demak, tongi soat 7 da. Achim ilgopshiye. Chomshim hanshiye. Chomshim hanshiye. Ya'ni tushki soat 1 da yoki obeddagi soat 1 da. Pam yoranshiye. Pam yoranshiye. Tungi soat 11 da. Ko'rib turganingizdek, menimcha o'sha o'xu yoki ojon so'zlardan ko'ra mana shu 4 ta so'zni soatlardan oldin ishlatishingiz vaqtni yana ham aniqlashtirib beradi. Endi mana shu 3 ta so'z, ya'ni achim, chomshim, chonyoq so'zlariga agar siz yemoq fe'lini qo'shsangiz, shunchaki o'sha vaqtlardagi ovqatlanish so'zlarini berishi mumkin. Masalan, achimil moqta. Achimil moqta, ya'ni lug'aviy ma'nosi so'zma-so'z tarjima qilganda ertalabni yeyapman bo'ladi. Albatta biz bunday demaymiz, shunchaki nonushta qilmoq, achimil moqta. Chomshimil moqta, ya'ni tushlik qilmoq. Chomshim bu obed degani, chomshimil moqta yoki chonyog'il moqta. Chonyog'il moqta. Kechki ovqatni yemoq. Ko'pincha biz buni ujin qilmoq deymiz rus tilida. Demak, shunchaki mana shu paytni bildiruvchi so'zlarga il qo'shimchasini qo'shib, moqta fe'lini, yemoq fe'lini qo'shib, demak, izohlasangiz, mana shu 3 mahaldagi ovqatlanish so'zlarini aytgan bo'lasiz. Xo'sh, koreys tilida hafta kunlari qanday talaffuz qilinadi? Demak, 월요일 dushanba, 월요일, 화요일 seshanba, 화요일, 수요일 chorshanba, 수요일, 목요일 payshanba, 목요일, 금요일 juma, 금요일, 토요일 shanba, 토요일, 일요일 yakshanba, 일요일. E'tibor bering, bu yerda har bitta so'zga yo'il qo'shimchasi qo'shilyapti, faqat boshidagi bo'g'inlar turlicha. Sababi yo'il so'zi koreys tilida hafta ma'nosini beradi, ya'ni dushanba kuni, seshanba kuni, chorshanba kuni va hokazo. Demak, bu yerda asosan o'sha bosh bo'g'inlar muhim hisoblanadi, chunki siz qandaydir bir anketa yoki biron bir hujjat to'ldirayotgan vaqtingizda u yerda qovus ichida o'sha sanalardan so'ng mana shu faqatgina bosh bo'g'inlar yoziladi xolos. Bu yerda yo'il so'zi umuman qayd etilmaydi. Masalan, qovusda mok yoki qovus ichida to degan so'zlar keltirilsa, demak darrov yodingizga tushsin ushbu hafta kunlarini ma'nosini berayotganligini. Xo'sh, koreys tilida oy nomlari qanday ataladi? Biroz boshqacharoq, sababi biz o'rganib qolganmiz, o'sha har bitta oyning o'zining nomi bor: yanvar, fevral, iyun, sentyabr, noyabr, dekabr va hokazo. Koreys tilida bunday emas. Agar siz Xitoy talaffuzidagi raqamlardan 1 dan to 12 gacha yoddan bilsangiz, yoki bo'lmasa qaysi oy, qaysi raqam ostida turganligini, masalan, aprel 4-oy, oktyabr 10-oy, fevral 2-oy va hokazo, mana shu tartibini yaxshi bilsangiz, demak, koreys tilida oy nomlarini aytishga hech ham qiynalmaysiz. Sababi bu yerda Xitoy raqami, Xitoy talaffuzidagi raqam va unga wol so'zini qo'shish oqibatida, demak, oylar shunday nomlanadi. Ya'ni koreyslar hech qachon nomi bilan emas, palonchi oy, 3-oy, 8-oy, 7-oy va hokazo tartibda, demak, oy nomlarini atashadi. Keling, tanishib o'tsak. Iyul, yanvar. Iyul, iyul, fevral. Iyul, samul, mart. Samul, savul, aprel. Savul, ovul, may. Ovul, iyul, iyun. Iyul, chirol, iyul. Chirol, 8월, август. 8월, 9월, сентябрь. 9월, 10월, октябрь. 10월, 11월, ноябрь. 11월, 12월, декабрь. 12월.
Ko'rib turganingizdek, bu yerda faqatgina o'sha 1 dan to 12 gacha bo'lgan Xitoy tarafidagi raqamlar va vol so'zining qo'shish oqibatida oy nomlarini atalishi kelib chiqyapti. Bu yerda iyun hamda oktyabr oylari nima uchun ko'k rangda berilgan? Sababi, e'tibor bergan bo'lsangiz, ushbu so'zlarning patchimlari yo'q. Ya'ni biz yuqorida aytib o'tdik, Xitoy talaffuzida 6 yuk bo'ladi, ammo oy nomida ushbu patchim yo'qoladi. Yuk vol emas, shunchaki yu vol. Hamda 10 soni ham Xitoy talaffuzida ship deyiladi. Ya'ni buning patchimida p harfi bo'lishi kerak edi, ammo oy nomida ushbu patchim ham tushib qoladi. Shivol. Shivol. Bu o'ylaymanki talaffuzga ham anchayin qulay. Ushbu dialogni diqqat bilan eshiting va bu yerdagi yangi so'zlar bilan alohida demak tanishib o'tamiz. 마진아 씨, 월요일부터 금요일까지 뭐 해요? 월요일부터 금요일까지 수업이 있어요. 이번 주 토요일에 뭐 해요? 친구 생일 파티를 해요. 그럼 일요일에 시간이 있어요? 아니요. 일요일에 청소해요. Hurmatli o'quvchi, bu yerda ham yangi bir qo'shimchalarga duch kelgan bo'lishingiz tabiiy. E'tiboringizni demak ushbu qizil rangdagi so'zlarga qaratmoqchiman, ya'ni puto hamda kaji so'zlari. Ushbu so'zlar koreys tilida dan va gacha ma'nolarini beradi. Ya'ni siz vaqtni bildiruvchi so'zlarda faqat vaqtga aloqador ushbu ikkita jumla. Masalan, aytaylik, fevraldan sentyabrgacha, soat 2 dan 5 gacha, dushanbadan jumagacha yoki ertalabdan kechgacha. Mana shu faqatgina vaqtni bildiruvchi so'zlarga dan gacha qo'shimchasini ishlatmoqchi bo'lsangiz, koreys tilida puto hamda kaji iborasidan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Masalan, 월요일 puto 금요일까지, ya'ni dushanbadan jumagacha. Putodan kajigacha ma'nolarini berarkan. Bu yerda o'ylaymanki u qadar yangi so'zni ko'rmayapman. Har bitta so'zning demak pastda o'zbek tilida izohi ham mavjud. Demak, shigani issoyo, ya'ni vaqtingiz bormi? Shigan bu vaqt, issoyo bor demakdir. Ya'ni shigani issoyo, vaqtingiz bormi? Ko'rib turganingizdek, bu yerda hafta kunlariga ham qo'shimchasi qo'shilgan. Sababi bu ham vaqtni bildiruvchi so'z. Demak, qachon degan so'roqqa javob bo'ladi. Istalgan mana shu qachon degan so'roqqa javob bo'luvchi istalgan turdagi so'zga biz qo'shimchasini qo'shishimiz kerak. Xo'sh, endi sanalar haqida gaplashsak, nalcha yoki myochil ushbu so'z koreys tilida data yoki chislo va sana ma'nolarini beradi. Xo'sh, koreys tilida sanani aytish qay tartibda bo'ladi? Bir narsani e'tiborga oling, biroz boshqacharoq o'zbek tiliga qaraganda bu holat ham, sababi biz o'zbek tilida dastlab kichik bir sanadan katta qiymatdagi sanaga qarab yuramiz. Masalan, 12, 2014 yoki bo'lmasam 06, 11, 2015. Birinchi dastlab kun, keyin oy, keyin yil aytilsa, koreys tilida bu teskarisiga dastlab katta qiymatdagi so'zdan kichik qiymatdagi so'zga qarab yurishimiz kerak. Masalan, demak, yil, oy, so'ngra kun. 오늘은 며칠이에요? 오늘은 며칠이에요? Bu bugun qanday sana yoki bugungi sana nechi degan ma'noni bildiradi. Chunki myochil bu sana degani, o'nil bu bugun. 오늘은 며칠이에요? Bugun qanday sana? 오늘은 2019년 2월 21일이에요. 오늘은 2019년 2월 22일이에요. Ya'ni bu yerda demak 2019 so'zdan so'ng nyon so'zi kelyapti. Demak, bu nyon koreys tilida yil degani. Vol, ya'ni ikkinchi oy. Vol so'zi oy ma'nosini beradi. Ikkinchi oy. Ishibil bu 21 sana hamda yana il so'zi kelyapti. Bu kun degani. Ya'ni 2019-yil, 2-oy, 21-kun. Koreyslar demak sanalarni mana shu tartibda aytishadi. Agar bu yerda masalan yil aytilishi kerak bo'lmasa, u holda falon oy, falon kun.
Ammo biz o'zbek tiliga bunday tarjima qilmaymiz, shunchaki 2019-yil 21-fevral deb tarjima qilaveramiz. Mariya 씨 생일이 언제예요? Mariya 씨 생일이 언제예요? Ya'ni bu yerda sengil so'zi tug'ilgan kun degani. Mariya tug'ilgan kuningiz qachon? 8월 27일이에요. 8월 27일이에요. Demak, tug'ilgan kunni so'raganimizda biz hech qachon yilimizni aytmaymiz, shunchaki o'sha sanani aytsak kifoya. Shuning uchun ham 8-oy 27-kun deya javob berilyapti. 8월 27일이에요. Shuning bilan bugungi darsimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Hozircha salomat bo'ling.